Assalomu alaykum barodaron aziz. Mana assalomu alaykum aka ukalar, opa singillar. Mana bugun Naimjon aka bilan qurtov yegani keldik. O vatanda qurtoviga nima yetsin? Manzani qara, buni qara. Ashangda Dushanbeda Hamma KFC ovora. Biz shunga zo'r edik. Bismillahirrohmanirrohim. mazasi qanday ekan akajon? Mazza o'zida qoldi bu. Подписчиklaringga передавать qilib bermaydigan darajada yo'q. Lekin Dushanbega kelganda Dasturxon kafesida mana shu ashanda 3-etajida KFC'ning yonida biz prosta musulmoncha o'zimizga podbor qildik-da. KFC'ni yo'ramiz-ku. Bir uyda ovqatidan yeylik dedik. Podpisatsiya qilinglar. Mana xizmatlaringda Rustamjon ukamiz sog' bo'lsin. Bu mazzaga yetmaydi lekin. O'g'il bola bo'lyapti, o'g'il bola. Choyni qara, Savrimenni restoranda choy ichib o'tiribmiz. Kim qanday tushunishi mumkin? Sharoit inshaalloh yetadi. Prosta ko'ngilda ko'ngil. Pomidor to'g'ralgan, qalanfur. Buni qalanfur yeydiganlar tushunadi. Mana zanjabillari bor. Qalanfur hammasi to'pol ajoyib ekan. Mana aka ukalar, Allohning panohida bo'linglar. Bizga yoqimli shahar. Biron xizmat bo'lsa, alo qilinglar. Sog' bo'linglar.